Jang muddatidan oldin yakunlanish rejangiz bormi? 100%. 100% сыграл. Шох, я уже в Ташкенте. Ну, где ты? Где ты спрятался? Не забудь, послезавтра уже будем в ринге. Будешь искать пятый угол. Jang muddatidan oldin yakunlanish rejangiz bormi? 100%. 100% сыграл. G'alabadan keyingi raqib sifatida kimni jangda xohlaysiz? Buni ertaga aytaman, xudo xohlasa. Bizda o'zi planimiz bor, kim bilan tushishim. Men travmam bor edi, ko'pchilik biladi. Xudo xohlasa travmamga mana ikkinchi yozam o'tdi. Ancha travmadan endi tuzaldim. Xudo xohlasa trenerim ham aytyapti, Amerikadagi trenerlarim ham, promotorlarim ham o'zi eski Sog'jahon qaytdi deb. Bitta ko'ramiz, qaytadi. Alloh nasib etsa. Yaxshi tayyorgarlik ko'rganman lekin. Assalomu alaykum. Bugun oxirgi trenirovka, xudo xohlasa o'tdik. Alloh nasib etsa tarozi mehnatdamiz, xudo xohlasa. Markam O'zbekistonda hali video qo'shib davom etyapti, xudo xohlasa. Ko'ramiz, biz ham xudo xohlasa qadarki emas, 66,5 da o'ylayapman, kichkinamiz da. Hammasini amalga oshiramiz. Qo'qonli bolalardan prognoz qilay jangga. Nima bo'ladi? Nechinchi raundda nima bo'ladi? 4-chi raundda 3-chi va 4-chi raund yutaman, ha? 4-chi raund. Yutqizishim ham mumkinmi? Shuni o'tmasa kerak. Yutqizishim ham mumkinmi? Yo'q, o'lish mumkin emas. Nechinchi raund? Ikkinchi raund. Alloh. 100%. Точно? Qo'qonli bolalar nima deyapti endi ko'ramiz. Xudo yaxshi bo'lish kerak. Najot aka, O'ladi. bugungi bo'yiga prognozis. Ochiq aytavering, men xafa bo'lmayman. Точно как есть aytavering. Prognoz. Nechinchi raunddan aytaymi? Hozir nechinchi raund bo'yi nima bo'ladi? Farqi yo'q. Sizning taxminingiz. Xudo xohlasa jangda siz yutasiz. Xudo xohlasa, ha. Dalishi. Nokautmi, ochkolar bilanmi, nima bo'ladi? Hozir bir nima deb qo'ysam, keyin Aytavering, xafa bo'lmayman. вообще bu yaxshi emas bu narsa. Rostdan aytaman. Yetingmi nimaga? Shuni qo'yib yuboraman. Ha, qo'yib yuboring. Yaxshi emas bu narsani qilishingiz, chunki oldindan Yo, prognoz bu, prognoz. prognoz ham qilish kerak emas. Buni prognozda ham hamma Argentinaga yutadi deyishdi. Hamma anaqalarga ijtimoiy